Ushbu hudud Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida joylashgan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida ajratilgan yer maydoni bo'lib, ushbu yer maydoni 18 va 25 konturlarda joylashgan. Ushbu yer maydonlari jami 90 nafar ishsiz fuqaroga auksion orqali sotilgan bo'lib, hozirgi kunda butun maydon bo'ylab ushbu yer maydonlarida bir xil turdagi piyoz ekini ekilgan. Piyoz ekini ahvoli yaxshi holatda, barcha agrotexnik ishlar amalga oshirilgan. Ko'chatlar yaxshi holatda.